Ismim Farangiz. 26 yoshman. 2 bolam bor. Ajrashib ota-uyimga kelganman. Yoshlikdan juda sho'x qiz bo'lib o'sganman. Oilada erkak qiz edim. Opamlarnikiga haftada bir marotaba borardim. Pochcham meni o'z singlisidek ko'rardi. Juda mehribon edi. Opam maktabda o'qituvchi edi. Opam maktabga ishga ketgan payti opamni yosh chaqaloqchasiga qarab o'tirardim. Ishdan kelguncha pochcham taksi qilardi. Har kuni obedga pochcham ovqatlanganiga kelardi. Farangiz singlim, yaxshi o'tiribsizmi? deb shirin va mayin gapirardi. Yo'q, rahmat pochcha. Imronbekka qarab o'tiribman. Opam ishdan kelguncha dedim. Ha, tushunarli. Menga ovqat qilib bering. Ishga ketaman dedi. Xo'p deb pochchamga ovqat qilib berib, kuxliga kirib ovqat taxlayotgan joyimda pochcham orqamdan kelib quchoqlab oldi. "Nima qilyapsiz, pochcha?" deb o'zimni yo'qotib qo'ydim. Chunki opam bolali bo'lganiga 1 oy bo'lganda pochcham menga tegina boshladi. Opes homiladorlik paytidan beri qiynalib yuribman. Menga imkon berasizmi dedi. Shokka tushdim. Yig'lab yubordim. "Pochcha, nimalar deyapsiz? Opam bilsalar o'ldiradi-ku, ikkalamizni ham" dedim. "Yo'q, qo'rqmang Farangiz, hammasi sir bo'ladi. Opangizga bildirmay yuramiz. Sizni anchadan beri yoqtirib qo'yganman" deb quchoqladi. O'zimga ham yoqib ketdi. Chunki ko'rmaganimga 2 yil bo'lgandi. Rosa ehtiroslarim uyg'ona boshladi. Baribir ayolligim tutib ketdi-da. "Yo'q pochcha, unda qilmang, qo'rqaman" dedim. "Yo'q, qo'rqmang, hammasi yaxshi bo'ladi" deb shirin gapirdi. Oxiri quchoqlab oldida sekin galamnissaga yotqizdi. Pochchamniki turib ketgan edi. Rosa oyog'imni o'rtasiga tiradi. Qattiq turgan edi. Rosa yoqa boshladi. Sekin qo'llarini 2 tarvuzchamdan eza boshladi. Oh, mazza. Rosa yoqib qoldi. O'zim ham quchoqlab oldim. Pochcham baquvvat inson edi. Sekin shimini yechdi-da, go'sht kaltagini tirab oldi. 2 oyog'imni o'rtasiga. Shu payt opam ishdan kelib qoldi. Eshik taqiladi, birdan kiyimlarini kiydi pochcham. "Farangiz, menga ovqat taxlab bering, ishga kech qolyapman" deb baland ovozda gapirdi. Opamni bilmasin deb, "Xo'p, hozir pochcha" deb ovqat qilishga tushdim. Eshikni pochcham ochdi. Opam kirib keldilar. "Yaxshi o'tiribsizlarmi?" dedi. "Ha, opa, ovqat taxlayapman pochchamga" dedim. "Ha, yaxshi" dedi. Pochcham ishga ketdi. Kech bo'ldi, men uyimga ketdim. Yarim kechasi pochcham telefon qildi. "Farangiz, o'yiz oldiga boraman, chiqa olasizmi? Sizga surprizim bor" dedi. "Xo'p, hozir chiqaman" dedim. Chiqdim, mashinaga o'tiring dedi. Mashinasiga o'tirdim. Gul olgan ekan. Gulni yaxshi ko'rishimni bilardi-da. "Rahmat pochcha, rosa xursand bo'ldim" dedim. "Yuring, bir joyga olib boraman" dedi. "Uydagilar bilib qolsalar meni urishadilar" dedim. "Yo'q, tez qaytamiz" dedi. "Yo'q" deolmadim. Keyin "Xo'p, mayli ketdik" dedim. Pochchamni qayerga olib borishini yuragim sezardi. Gasnitsaga olib bordi. 1 soatga oldi gasnitsa olib kirdi. "Yuring gaplashib olaylik" dedi. "Xo'p" deb kirdim. Kirganimdan kiyimlarni yechdi. O'zim ham yechindim. Rosa xohlardim. Quchoqlab spalniga yotqizdi. Rosa o'pdi hamma joylarimdan. Pashalab mazza qilardim. Keyin sekin go'sht kaltakni tiqa boshladi. Rosa menga yoqardi. Mazza qilib 1 soat yotdik. Ichlarimga tashlab yubordi. "Sizni yaxshi ko'raman. Endi har doim shu joyga kelamiz" dedi. "Xo'p" dedim. O'zimga juda yoqdi. Pochchamni yaxshi ko'rib qoldim. Juda ham akkuratni yuradi. Haligacha sirligicha qolib kelmoqda. Hozir ham har doim xohlasam mazza qilamiz. Opam lekin bilmaydilar. 2 marta homilador bo'ldim. Oldirib tashladim. O'yimdagilar bilmasin deb. Hayot davom etmoqda. Eri yo'qlar. Mazza qilib bu hayotda yashaganingiz qoladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Real hayotim shunaqa. Haligacha